Libosi shunday edi. Sardor Abdunabiyevning ham libosiga bu loydan tegibdi. Bu esa Abdurahmonov, Shohruxbek Abdurahmonov. Navbahorning navbatdagi hujumi rivojlanyapti. Ruslanbek Jiyanov ichkaridancha xavfli Diyor zarba 3-2. Navbahor yana oldinga chiqib olmoqda. Xolmatov bu safar o'zi darvozani ishg'ol etdi. Namangan takrorni ko'ramiz. Mana bu pas Abdurahmonovga atalgan edi. Diyor aralashmadi Xolmatov vaziyatga va shuning uchun ham ofsayd deb baholanmadi. Bu yoqqa Jiyanov ketdi. Qarang, uning harakati rikoshet ustunga tegdi. Keyingisida Xolmatov to'xtatib darvozaga joylab qo'ymoqda. Mana o'sha zarba ulgurmadi hech kim. Bunyodkor himoyachilari ham, To'lqinbekov ham Diyor Xolmatovni zarbasini bloklashga ulgurmadi. Shu Navbahor javob qaytara oldi Bunyodkorga. Yaxshi o'yin bo'lyapti. 5-golni ko'rdik uchrashuvdagi. Rahimjonov, Amraliyev